Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, har bir nafaqaxo'rga bevosita tegishli bo'lgan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz, nafaqangizni olish tartibi va hatto kundalik hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang, chunki bugun men aytadigan har bir so'z, har bir tavsiya ayniqsa hozirgi o'zgarishlar davrida siz uchun oltin bilan barobar bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot faqat yana bir necha kishiga emas, balki butun mamlakatimizdagi minglab, yuz minglab pensionerlarga tegishli bo'lib, ularning hayotini o'zgartirishi kutilmoqda. Shuning uchun ushbu videoni oxirigacha ko'rishga, har bir tafsilotni tushunishga harakat qiling. Agar hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu video sizga foydali tuyulsa, albatta like qoldirishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim va ko'proq odamlarga bu kabi muhim ma'lumotlarni yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi keling. Avvalo nafaqalarni olish tartibi qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarayotganini tahlil qilib chiqaylik. Ilgari yaqin o'tmishda ham ko'pchilik pensionerlar nafaqalarni olishda bir nechta imkoniyatlarga ega edilar. Eng keng tarqalgan usul bu, shubhasiz nafaqani pochta orqali yoki bevosita uyga kelgan pochta xodimi orqali naqd pulda olish edi. Bu usul ayniqsa qishloq joylarda yoshi ulug' kishilar orasida juda mashhur edi, chunki u hech qanday qo'shimcha texnologik bilimlarni talab qilmasdi. Shuningdek, ba'zi pensionerlar nafaqalarini bank kassalaridan naqdda olishardi. Bank kartalariga o'tkazish imkoniyati ham bor edi, ammo u majburiy emas edi va ko'pchilik uni ortiqcha murakkablik deb bilib, odatdagi naqd pul usulini afzal ko'rishardi. Bu tizim o'ziga yarasha qulayliklarga ega bo'lsa-da, bir qator kamchiliklarga ham ega edi. Masalan, pochta xodimlari barcha nafaqalarni yetkazish uchun juda ko'p vaqt va resurs sarflashardi. Bu esa logistika xarajatlarini oshiradi. Bundan tashqari, naqd pul bilan bog'liq xavf-xatarlar, jumladan o'g'irlik, yo'qotish va korrupsiya holatlari ham mavjud edi. Ba'zi hollarda pensionerlarga pulni o'z vaqtida yetkazishga kechikishlar ham kuzatilardi. Bu esa ularning kundalik ehtiyojlarini qondirishda muammolar keltirib chiqardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va tartiblarga ko'ra nafaqalarni olish tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Asosiy maqsad nafaqalarni to'lash tizimini to'liq raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va eng muhimi, naqd pulsiz hisob-kitoblarni rag'batlantirish. Bundan buyon nafaqalar avtomatik ravishda fuqarolarning bankdagi shaxsiy kartalariga o'tkaziladi. Bu degani, endilikda nafaqalarni naqd pulda pochta orqali yoki uyga kelib berish amaliyoti bosqichma-bosqich butunlay bekor qilinadi. Ba'zi joylarda bu jarayon allaqachon boshlangan bo'lsa, boshqa hududlarda ham yaqin vaqt ichida to'liq joriy etiladi. Ya'ni naqd pulsiz to'lov tizimiga o'tish majburiy tus olmoqda va ushbu tartibga rioya qilmagan pensionerlar o'z nafaqalarini olishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Aytish mumkinki, agar siz hozirgacha nafaqangizni faqat naqd pulda olib kelgan bo'lsangiz, demak, sizning odatdagi usulingiz taqiqlangan holatga aylanish arafasida. Bu o'zgarish albatta ko'pchilik uchun yangilik bo'lgani sababli biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin, ammo uning uzoq muddatli afzalliklari juda ko'p. Biz hozir shu haqda batafsil gaplashamiz. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Keling, ushbu o'zgarishlarning barcha jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik, chunki bu juda muhim. Birinchidan, nimalarni bilishingiz kerak? Endilikda nafaqalar faqatgina shaxsiy bank kartalariga Humo yoki Uzkart o'tkaziladi. Bu jarayon avtomatlashtiriladi va har oyning belgilangan kunida sizning kartangizga nafaqa puli tushadi. Bu degani, siz endi pochta xodimini kutishingizga, bank kassalarida navbat turishingizga yoki naqd pulni uyda saqlash xavfidan xavotirlanishingizga hojat qolmaydi. Ammo buning uchun sizda amaldagi bank kartasi bo'lishi shart. Agar sizda Humo yoki Uzkart kartasi bo'lmasa, uni ochishni kechiktirmasligingiz kerak. Ikkinchidan, kimlar xavotir olishi kerak? Bu o'zgarishlar asosan quyidagi toifadagi pensionerlar uchun jiddiy ahamiyatga ega va ular zudlik bilan choralar ko'rishlari lozim. 1. Hozirgacha nafaqasini faqat naqd pulda olib kelayotgan pensionerlar. Bu pochta orqali uyga olib kelinadigan yoki bank kassasidan naqd pulda olinadigan nafaqa bo'lishi mumkin. Agar siz aynan shu toifaga kirsangiz, demak, siz zudlik bilan bankka murojaat qilib,
o'zingizga bank kartasi ochishingiz va nafaqa pulingizni o'sha kartaga o'tkazish haqida ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Agar bu harakatni kechiktirsangiz, nafaqangizni olishda katta uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Ikkini, bank kartasiga ega bo'lmaganlar yoki kartasining amal qilish muddati tugaganlar. Ba'zi pensionerlarda karta bo'lishi mumkin, ammo u eskirgan bo'lish. PIN kodini unutgan bo'lish yoki umuman undan foydalanishni bilmasligi mumkin. Bunday hollarda ham kartani yangilash, tiklash yoki yangi karta olish talab etiladi. Aytaylik, 75 yoshli Mavluda buvi 9 yildan beri nafaqasini pochta orqali naqd pulda olib kelardi. Uning xonadoniga pochta xodimi har oyning 5 sanasida kelib 900 ming so'm nafaqani qo'liga topshirardi. Mavluda bu bankka borishga qiynaladi. Elektron to'lovlarni tushunmaydi. Endi esa yangi tartib kuchga kirgach, pochta xodimi uning nafaqasini yetkaza olmaydi. Chunki pochta orqali naqd pul berish to'xtatilgan. Bu vaziyatda Mavluda bu o'z nafaqasidan bir muddat mahrum bo'lishi mumkin. Agar uning farzandlari yoki yaqinlari unga yordam bermasa. O'tir raqamli texnologiyalardan umuman bexabar bo'lgan pensionerlar. Ba'zi keksa avlod vakillari uchun smartfon yoki bankomatdan foydalanish juda murakkab tuyulishi mumkin. Ular nafaqasini kartaga tushganini bilmay, uni qanday yechib olishni tushunmay qiynalishi mumkin. Masalan, Takizim yoshli Odil aka qishloq joyda yashaydi. U umrida biror marta ham bank kartasidan foydalanmagan, smartfoni ham yo'q. Yangi qoidalar joriy etilgach, uning 970 ming so'm nafaqasi to'g'ridan-to'g'ri bank kartasiga o'tkaziladi. Ammo Odil aka kartadan foydalanishni bilmagani, eng yaqin bankomat esa uning uyidan 5 kilometr uzoqlikda joylashgani sababli u nafaqasini ola olmaydi. Bu esa uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. 4. Chek hududlarda istiqomat qiluvchi pensionerlar. Qishloq joylarda, olis ovullarda bank filiallari yoki bankomatlar soni cheklangan bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar uchun bankka borish, karta ochish va undan foydalanish uchun shahar markaziga borish ancha qiyin. Ba'zan esa imkonsiz vazifa bo'lishi mumkin. Misol uchun, Tog'li hududda yashovchi 70 yoshli Xolida opa, uning nafaqasi 240 ming so'm. Eng yaqin bank filiali uning yashash joyidan 2 kilometr uzoqlikda joylashgan. Uning transport imkoniyatlari cheklangan. Yangi tartib uning uchun katta qiyinchilik tug'diradi. Chunki har oy bankka borish unga juda qiyin bo'ladi. Uchinchidan, kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz allaqachon nafaqangizni bank kartasiga olib kelayotgan bo'lsangiz va u kartadan muammosiz foydalana olsangiz, demak, siz xavotir olmasligingiz mumkin. Sizning uchun hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Nafaqangiz avvalgidek o'z vaqtida kartangizga tushishda davom etadi. Shu bilan birga, agar sizning yaqin qarindoshlaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz sizga bank ishlari va kartadan foydalanishda yordam berishga tayyor bo'lsalar, u holda siz ham nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi asosiy qism, qoidalardan istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar. Hozircha mavjud qonunchilikda nafaqalarni faqat bank kartasiga o'tkazish majburiyatidan to'liq istisno qilingan holatlar juda kam. Ammo ba'zi insoniy omillarga asoslangan yengilliklar bo'lishi mumkin. Masalan, juda og'ir ahvolda bo'lgan, mustaqil harakatlana olmaydigan, kasalxona sharoitida davolanayotgan yoki yotoqda yotgan pensionerlar uchun ba'zi hollarda pochta xizmatlari orqali nafaqani uyga yetkazish tartibi vaqtincha saqlanib qolishi mumkin. Ammo buning uchun tibbiy hujjatlar va maxsus komissiya xulosasi talab etiladi. Ya'ni, bu shunchaki men bankka bora olmayman degan vaj bilan emas, balki rasmiy tasdiqlangan holatlar uchungina amal qiladi. Bunday holatda ham nafaqa beruvchi tashkilotga maxsus ariza bilan murojaat qilish va tegishli hujjatlarni taqdim etish zarur. Bu ham o'z navbatida qandaydir bir qator byurokratik jarayonlarni talab qilishi mumkin. Masalan, 92 yoshli Aziza Momo 5 yildan beri yotoqda yotadi. Uning qarindoshlari ham uzoqda yashaydi. Avvalgi tartibda pochta xodimi uning nafaqasini uyiga olib kelardi. Yangi qoidalar kuchga kirgach, Aziza Momoga bank kartasi ochish va unga nafaqa tushirish taklif qilinadi. Ammo u bankka borishga qodir emas bunday holda. Uning nomidan ishonchnoma asosida kimdir karta ochishi yoki Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Xalq bankining birgalikdagi qarori bilan unga pochta orqali nafaqani yetkazib berish vaqtincha saqlanib qolishi mumkin.
Lekin bu alohida yondashuvni talab etadi va umumiylikka daxl qilmaydi. Tuzoqlar. Bu yangi tizimga o'tish davrida firibgarlar faollashishi mumkinligini unutmaslik kerak. Ular o'zlarini bank xodimi, nafaqa jamg'armasi vakili yoki ijtimoiy xodim deb tanishtirib, sizdan kartangizning raqamlarini, PIN kodini yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashi mumkin. Eslab qoling, hech qachon hech kimga o'z kartangizning PIN kodini, orqa tomonidagi 3 xonali CVV kodini yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini aytmang. Bank xodimlari sizdan bu ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydilar. Agar sizga shubhali qo'ng'iroqlar yoki xabarlar kelsa, darhol aloqani uzing va huquqni muhofaza qilish organlariga xabar bering. Bundan tashqari, ba'zi bir banklar karta xizmati uchun kichik komissiya to'lovlari olishi mumkin. Bu to'lovlar odatda unchalik katta bo'lmasa-da, har oy nafaqa pulidan avtomatik yechib olinishini hisobga olib, siz uchun kutilmagan xarajat bo'lmasligi uchun bu haqda oldindan bilib olish muhimdir. Noaniq nuanslar. 1. Bank karta tanlash. Bozorda turli banklarning kartalari mavjud. Qaysi bank kartasini tanlash kerak? Bu yerda asosan Humo yoki Uzkart tizimlari tavsiya etiladi. Chunki ular mamlakatimizda keng tarqalgan va ko'plab savdo nuqtalarida qabul qilinadi. Bank tanlashda esa sizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatishi qulay bo'lgan bank filialini tanlashingiz maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ba'zi banklar pensionerlar uchun maxsus tariflar yoki bonuslar taklif qilishi mumkin. Bu haqda bank xodimlaridan so'rab olish foydali bo'ladi. 2. Qo'shimcha daromad. Ba'zi pensionerlar masalan uyini ijaraga berishdan, bog'dan mahsulot sotishdan yoki boshqa mayda-chuyda ishlardan qo'shimcha daromad topishi mumkin. Oldingi tizimda bu daromadlar ko'pincha rasmiy hisobga olinmasdi. Endi nafaqa tizimi to'liq raqamlashtirilgach, davlat tomonidan pensionerlarning moliyaviy faoliyatiga nisbatan nazorat kuchayishi mumkin. Bu degani, agar sizda rasmiy bo'lmagan qo'shimcha daromadlar bo'lsa, kelajakda ularni rasmiylashtirish yoki nafaqa olish huquqiga ta'sir etishi mumkin bo'lgan boshqa tartiblarga duch kelishingiz mumkin. Hozircha bu to'g'ridan-to'g'ri taqiqlanmagan bo'lsa-da, kelajakda shaffoflik ortishi bilan bu kabi masalalar ham dolzarb bo'lib qolishi mumkin. O't vasiylik. Agar pensioner kasalligi sababli o'z nafaqasini mustaqil ravishda boshqara olmasa, unga vasiy tayinlash tartibi mavjud. Bunday hollarda vasiy ishonchnoma asosida pensionerning bank kartasidan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Ammo bu jarayon ham rasmaniyatchilikni talab qiladi va tegishli hujjatlar to'plami, ishonchnoma, vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar bilan rasmiylashtirilishi shart. Bu borada mahalla fuqarolar yig'inlari va vasiylik organlari sizga yordam berishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar aziz do'stlar. Endi esa eng muhim qismga yetib keldik. Aniq va amaliy tavsiyalar. Siz zudlik bilan qanday choralar ko'rishingiz kerak? Qaysi idoralarga murojaat etishingiz lozim va qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yishingiz shart? Har bir qadamni diqqat bilan eshitib oling, chunki bu sizning nafaqangizni uzluksiz olishingizni ta'minlaydi. Joriy nafaqa olish usulingizni tekshiring. Birinchi navbatda siz hozirda nafaqangizni qanday usulda olayotganingizni aniqlashtiring. Agar siz uni allaqachon bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, demak sizga qo'shimcha harakatlar talab qilinmaydi. Shunchaki kartangizning amal qilish muddatini tekshirib qo'ying. Agar muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, oldindan bankka murojaat qilib, uni yangilab olishingiz kerak. Ammo agar siz nafaqangizni pochta orqali naqd pulda yoki bank kassasidan naqd pulda olib kelayotgan bo'lsangiz, unda keyingi qadamlarga o'tishingiz zarur. 2. Bank kartasini ochish uchun murojaat qiling. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa yoki eskisi yaroqsiz holaga kelgan bo'lsa, zudlik bilan o'zingizga qulay bo'lgan istalgan bank filialiga murojaat qiling. Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan deyarli barcha banklar, masalan, Xalq banki, Agrol bank, Asaka bank, Ipoteka bank va boshqalar pensionerlar uchun Humo yoki Uzkart bank kartalarini ochish xizmatini taklif etadi. Aytaylik, siz Xalq bankining eng yaqin filialiga borishga qaror qildingiz. U yerga borib, men nafaqa olish uchun bank kartasi ochmoqchiman deb aytishingiz kerak. Bank xodimlari sizga bu jarayonda yordam berishga majburdirlar. O't kerakli hujjatlarni to'plang. Bank kartasi ochish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pasportingiz asli B, nafaqa guvohnomangiz asli J. Ba'zi banklar yoki holatlarda soliq identifikatsiya raqami ham talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu hujjatni ham imkon bo'lsa olib borish tavsiya etiladi. Ushbu hujjatlarni tayyorlab bankka borishingiz lozim.
Bank xodimlari sizga ariza shaklini to'ldirishda yordam beradi va sizning nomingizga yangi bank kartasini rasmiylashtiradi. Odatda karta bir necha kun ichida tayyor bo'ladi. Ba'zi banklar esa on the spot xizmati orqali kartani darhol berishi mumkin. Nafaqangizni kartaga o'tkazish uchun ariza yozing. Bank kartasini olganingizdan so'ng shu bank filialining o'zida yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, nafaqangizni shu yangi kartaga o'tkazish bo'yicha ariza yozishingiz shart. Arizada sizning pasport ma'lumotlaringiz, nafaqa guvohnomangiz raqami va yangi bank kartangizning rekvizitlari ko'rsatiladi. Bu ariza asosida pensiya jamg'armasi sizning nafaqangizni endilikda bank kartangizga o'tkazib berishni boshlaydi. Ariza namunasi odatda bankda yoki pensiya jamg'armasida mavjud bo'ladi va uni to'ldirishda sizga yordam berishadi. Aytaylik, men ism, familiya, pasport seriyasi va raqami 2-537, pensiya guvohnomasi raqami 2-537-9. Nafaqamni Banknom bankida ochilgan kartaning to'liq raqamli Humo O'zkart kartamga o'tkazishingizni so'rayman. Imzo sana. Shu kabi oddiy ariza. 5 bankomatdan foydalanishni o'rganing. Agar siz bankomatdan foydalanishni bilmasangiz, bank xodimlaridan sizga buni ko'rsatib berishlarini so'rang. Ular sizga kartani qanday kiritish, PIN kodni qanday terish, pulni qanday yechib olish va balansni qanday tekshirishni amaliy ravishda o'rgatishadi. Yoki o'zingizning yaqin qarindoshlaringizdan, farzandlaringiz, nabiralaringizdan yordam so'rang. Ular sizga bankomatdan foydalanishni o'rgatishi va hatto ilk marotaba pul yechib olishda yo'lingizda turishi mumkin. Shuningdek, ko'plab banklarda pensionerlar uchun maxsus maslahat xizmatlari va hatto savodxonlik darslari tashkil etilmoqda. Ulardan foydalanishni unutmang. Altay smartfon ilovalari va onlayn to'lovlarni o'rganish. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, mobil ilovalardan, masalan, Click, Payme, banklarning mobil ilovalari foydalanishni ham o'rganishga harakat qiling. Bu ilovalar orqali siz kommunal to'lovlarni to'lashingiz, mobil aloqa hisobingizni to'ldirishingiz va hatto ba'zi do'konlarda xaridlar qilishingiz mumkin. Bu sizga qo'shimcha qulayliklar yaratadi va vaqtingizni tejaydi. Yetidi. Yotoqda yotgan yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun. Agar siz yuqorida aytib o'tilgandek bankka borishga qiynalsangiz, mahalla fuqarolar yig'iniga yoki Xalq bankining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Ular sizga uy sharoitida karta ochish va nafaqani karta orqali olishda yordam berishlari mumkin. Ba'zi hollarda maxsus ijtimoiy xodimlar yoki bank xodimlari uyga kelib hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beradi. Bunday holatlarda albatta tibbiy xulosa yoki nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Sekiz firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Yuqorida aytib o'tganimizdek, hech qachon telefon orqali yoki shubhali shaxslarga o'z bank kartangiz ma'lumotlarini, PIN kodini yoki SMS orqali kelgan kodlarni aytmang. Agar sizga shu kabi qo'ng'iroqlar bo'lsa, zudlik bilan bankka yoki huquqni muhofaza qilish organlariga xabar bering. Xulosa va yakuniy chorlov aziz tomoshabinlar. Bugungi videoda aytilgan barcha ma'lumotlar sizning moliyaviy barqarorligingiz va nafaqangizni uzluksiz olishingiz uchun juda muhimdir. Barcha pensiyalarga bu taqiqlandi degan jumla aynan nafaqani eski usulda, ya'ni naqd pulda olish imkoniyatining bosqichma-bosqich yo'qolishini anglatadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda va bu o'zgarishlardan chetda qolishning iloji yo'q. Yangi tizimga o'tish avvaliga biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ammo u ko'plab afzalliklarga ega. Xavfsizlik, qulaylik, vaqtni tejash va mamlakatdagi umumiy raqamlashtirish jarayoniga hissa qo'shish. Shuning uchun men sizni shuni tushunishga va ushbu maslahatlarga rioya qilishga chaqiraman. Kechiktirmang, bugunoq harakatni boshlang. Nafaqa jamg'armasiga murojaat qiling, bankka boring, kartangizni rasmiylashtiring va nafaqangizni yangi tizimga o'tkazish uchun arizangizni topshiring. Bu sizning kelajagingiz uchun to'g'ri qadamdir. Bu mavzu bo'yicha sizning shaxsiy fikrlaringiz va tajribangiz qanday? Siz nafaqangizni qaysi usulda olasiz? Yangi tizimga o'tishda qanday muammolarga duch keldingiz yoki qanday qulayliklarni ko'rdingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ularni o'qish menga va boshqa tomoshabinlarimizga juda qiziq bo'ladi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha